Aslida kitob o'qigan odam bilan gaplashsangiz maza topasiz. Gaplar o'rnida, ko'p gapirmaydi, ko'p kulmaydi. Terilganda marvariddagi gaplar. Kitoblar zamon to'lqinlari uzra sayohat qilib, avvalgi ummatlarning qimmatli tajribasini ko'tarib yurgan kemalardir. 1000 yillardan beri yozilib kelayotgan kitoblar bor. 1000 yillik tajriba turibdi. Kitob o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganingni belgilaydi. Esingdan chiqmasin, seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Endi hech narsani o'qimayotgan bo'lsang-chi, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qir ekansan, o'zingning ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Demak, kitob o'qishlikda bir xatar bor. Aqlli bo'lib qolishlik xavfi bor. Aqling ishlab ketishlik xavfi bor. Qarang, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qiganingda o'zingning ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Shuning uchun kitob o'qima, birodar. Ehtiyot qil o'zingni. Kallang ishlab ketmasin.